alaykum aka, qandaysiz? Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz zo'rmi? Qanaqasiz? Tuzukmisiz? Nima qilyapsiz bu yerga? Bu yerga sizni ko'rgani keldim. Hayron qoldim men. Kelsam metonda turibsiz akajonim. Aka, astag'firullah deng, yarim kechasi yangani tashlab meni ko'rganim emas, gazga keldim deng, Gazga keldim. Qashqadaryo ahli. 100 Qashqadaryo ahli mana simichkachi akamni uchratib qoldim akajonim. Bu 100% shifo simichka. 100% shifo. Birinchi aka. O'rtoqlar odamlar his qilyapti. Bilinglar, o'ynashmanglar bu bilan. Bu his qilyapti, o'zi qarayapti. Oshqozonim kasalli bor edi, o't topimga yallig'lanish bor edi deb o'zi qo'rqyapti. Choqsammi, choqmasam, nima dedingiz aka? 100% javob beraman akajon, simichka va udar. Tilima tirs javob. Bu yoq bilan akajonim bilan bundan bir 2 yil oldin moshin bozorda olib chakkandim. O'sha ta'mi hali ham og'zimda qolgan. O'zgarish mana. O'zgarish misol menda sezilgan. Qolgan odamlarni bilmadim. 100 Qashqadaryo emas, 100 O'zbekiston bo'yicha taklif qilamiz simichkasiga. Sog' bo'linglar, sog'